Alloh sendan qarzdor emas. Allohning senda hech qanday qarzi yo'q. Alloh subhanahu va taoloning senga hech qanday ehtiyoji yo'q. Alloh sening ibodatingga muhtoj emas, ro'zangga muhtoj emas, pullaringga muhtoj emas, vaqtingga muhtoj emas. U zot sening da'vatingga muhtoj emas. Soqol qo'yishing bo'ladimi, umuman hech nimanga. Alloh subhanahu va taolo hech kimga va hech nimaga muhtoj emas. Biz Allohga muhtojmiz. O'zingni aldama. Shayton boshingni aylantirishiga yo'l qo'yma. Sahih hadisda, hadisi qudusiyda Alloh shunday deydi: "Ya ibadi." Bunda Alloh kimga murojaat qilyapti? Alloh aytayapti: "Ya ibadi." Ey bandalarim, agar sizlarning avvalgi va oxirgingiz, xoh inson bo'lsin, xoh jin, barchangiz yig'ilsangiz, bir qismingiz emas, barchangiz, hammangiz menga ibodat qilish uchun yig'ilsangiz va menga ibodat qilsangiz, yana va yana ibodat qilsangiz, qalbingiz eng taqvoli kishining qalbi kabi bo'lsa ham, menga hech qanaqasiga va hech qanday foyda bera olmaysizlar. Va aksincha, eshityapsanmi ey o'g'ri kazzob? Ya ibadi, Alloh aytayapti: "Ey bandalarim, agar barchangiz, xoh inson bo'lsin, xoh jin, hammangiz to'plansangiz, yoppasiga gunoh, o'g'rilik, narko savdo, fohishalik qilsangiz ham, nima qilsangiz ham, ha ey sen kazzob, ko'chada seni obro'li ko'rsatgan chirkin amallaringdan istaganingni qil." Alloh ochiq-oydin aytmoqda: bir qismingiz emas, barchangiz, hammangiz yig'ilib olib, o'zlaringizcha eng obro'li kazzobga aylanib ketguningizcha bu ishlarni qilsangiz ham, bu mening mulkimga tomchi miqdorda zarar yetkaza olmaydi. Alloh hech kimga muhtoj emas. Miyangga quyib ol, Alloh hech kimga muhtoj emas. Alloh malikdir. Mulk unikidir. Antum al-fuqara ila Allah. Sizlar Allohga muhtojdirsiz. Sahih hadisga ko'ra, Allohning rasuli o'z sahobalari bilan turganlarida shunday deganlar: "Men sizlar ko'rmaydigan narsani ko'raman, sizlar eshitmaydigan narsani eshitaman."